onajon. Farzand bo'lib bir marta ham oyog'ingizni yuvmagan ekanman. Meni kechiring. Nig'matjon, yaxshimisiz? Keyin tinchlikmi, nima bo'ldi? Voy, eshitmadingizmi? Kecha xullas mahalla raisi meni chaqirib, sizlarni oila eng namunali, ibratli oila deb menga mana shuni sovg'a qildi. Endi men bu matohni ishlatishni bilmasam, shuning uchun bittaylarga sovg'a qilsammikin deb o'ylanib turibman. Bitta telefon uchun nimalar qilishmaydi bular, tavba. Onajonim, atelif siz uchun oldim. Voy, ana rosa yarashdi. Voy, bu bujiteringda xotininga ismi yozilgan-ku, Ziyoda. Yo'q, umringiz ziyoda bo'lsin deb atelif shunaqasini oldim. Onajonim, jannatim. Aytishlaricha pul onada tursa, baraka bo'lar ekan. Ha. Qarang, ona, keliniz ham barakasi bilan kelganda. O'zing o'laymi, o'la. Ha. Xotinchangiz ketmadilarmi? Uyda nima qiladi, oyi? Har yakshanba onasinikiga bormasa sog'inib qolardi-ku. Mani oyim bittalar. U ham bo'lsa sizsiz oyijon. Ha, hormasinlar endi. Siz uchun maxsus osh qilamiz. Qo'y go'shtidan. Bay. Voy onajonim. Onajonim, mehribonim, choy ichasizmi? Hozir ichmayman. Shamol qattiq kelmayaptimi? Shamollik keragi yo'q. Og'rimayapti. Yaxshi. Ey, uyalmaysizlarmi? Onamizga bunaqa narsalarsiz ham mehr berishimiz kerak. Akalarim. Ha, bolam, ichimdagi gaplarni topib gapirding. Malades. Oyijon, siz yaxshi ko'raman-ku. Keyin oya, telefonimni yo'qolmaysiz. Mana. Rahmat oyi. Rahmat. Krediti bor 2 million. Oyma-oy o'zing to'laysan.